Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 8-iyun. Haftaning yakshanba kunidagi chiqayotgan ishlarimiz. Hozir mana ikkita mashinamiz tayyor holatga kelyapti. Ikkalasi ham 10 mingtalik mashinamiz. Biri Farg'ona viloyati Bog'dod tumaniga ketyapti, biri Andijon viloyati Sharxon tumaniga ketyapti. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Eng arzonni istayib turganlar, axtarayotganlar uchun eng arzon narxlarda qilib qo'yganmiz. 8 so'mdan zavodda o'zida qilib qo'yganmiz. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beryapmiz. Bu qishlarimiz standart qishlar 6, 12, 25. Ranglarini ko'rib turganlaringdek atlasni holatda. Kimga shunday qishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Zavod texnikalari o'zimiznikiligi uchun eng arzon narxlarda yetkazib beryapmiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.